ikkitasi mana shunday qilib nasha chekibdi-da, videoni ko'ring. Xullas ikkita o'rtoq nashani chekibdi-da, yo'lga mototsiklda orqa maketdan o'tirib ketayotgan ekan. O'rtog'iga aytibdi, yo'lda militsiya to'xtatsa, nima nasha chekkanmisan desa, yo'q. Ko'zimga chivin kirdi deb aytgan debdi. Xo'p, bo'ladi deb ikkalasi kelishib ketayotgan ekan, yo'lda postda to'xtatibdi-da, keyin orqadagi bolaga kelib, nima ko'zingga chivin kirdimi desa, yo'q, biz nasha chekkanmiz debdi-da. Bundan nima demoqchiman? Mana bugun narkotikka qarshi kun bo'lyapti degan o'rtoqlar, narkotikka yaqin yurmanglar. Ruslarda bir maqol bor. Sekret когда один человек знает deydi. Sir qachon bir kishi bilganda bo'ladi. Ko'pchiliklashib nasha chekasizlar, oxiri yomon. O'zlaringga ham yomon, ota-onalaringga ham yomon, farzandlaringning kelajagi uchun ham yomon. Bu narkotik shunaqa yomon narsada, bunga yaqin yurmanglar. Toshkent viloyati ichki ishlar xodimlari va ichki ishlar vazirligi ogohlantiradi. Ehtiyot bo'linglar, ukalar.